Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim, chunki u bevosita pensionerlar, pensiyaga chiqish arafasida turganlar, ishlayotgan pensionerlar va oilasida keksalari bor har bir insonning cho'ntagiga taalluqli. 1 avgustdan pensiya miqdorlari yana oshishi, ayniqsa ishlovchilar uchun ikkinchi bosqich tartiblari haqida ko'pchilikda savol juda ko'p. Kimga oshadi? Qancha oshadi? Qayta hisob-kitob avtomatik bo'ladimi? Alohida ariza berish kerakmi? İşlayotgan pensionerlar yutqazib qo'ymaydimi? Men bugun sizga shu masalani oddiy, tushunarli tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik jihatlar bor. Kimdir pulini vaqtida oladi. Kimdir esa hujjatdagi kichik xato sababli oshirilgan pensiyani kechroq olishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p oilalar uchun juda katta yordam bo'ladi. Avvalo, oldin qanday edi, endi nima o'zgaryapti? Shuni aniqlashtirib olaylik. Pensiya tizimida odatda oshirish bir nechta yo'nalishda bo'ladi. Birinchisi pensiya va nafaqalar miqdorini umumiy indeksatsiya qilish. Ya'ni davlat tomonidan belgilangan foiz yoki miqdor asosida oshirish. Ikkinchisi income pensiya bazaviy hisoblash miqdori ish haqi va boshqa ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq o'zgarishlar. Uchinchisi esa aynan ishlayotgan pensionerlar, ya'ni pensiyaga chiqqan bo'lsa-da mehnat faoliyatini davom ettirayotgan fuqarolar uchun qayta hisoblash masalasidir. Oldingi yillarda ko'pchilik ishlayotgan pensionerlar bir narsadan norozi bo'lib kelgan. Men pensiyaga chiqqanman, lekin hali ham ishlayapman. Oyligimdan soliqlar va ajratmalar ketmoqda. Nega mening keyingi ishlagan davrim pensiyamga tezda ta'sir qilmaydi degan savol ko'p berilardi. Chunki odam pensiyaga chiqqandan keyin ham mehnat qilsa, uning ish staji, daromadi rasmiy ish haqi pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Ammo bu ta'sir qanday tartibda, qachon va qaysi shartlarda bo'lishi muhim. Endi 1 avgustdan pensiyalar oshishi bilan bog'liq masalada 2 qatlam bor. Birinchi qatlam umumiy oshirish. Bu barcha tegishli toifadagi pensionerlarga taalluqli bo'ladi. Ikkinchi qatlam ishlayotgan pensionerlar uchun ikkinchi bosqich deb atalayotgan tartib. Bu yerda asosiy gap shundaki, pensiya yoshiga yetgan, pensiya tayinlangan, lekin hozir ham ishlayotgan fuqarolarning keyingi mehnat faoliyati va rasmiy daromadlari e'tiborga olinishi mumkin. Men tomoshabinlardan bir narsani iltimos qilaman. Oshadi degan xabarni eshitib, darhol hamma bir xil summa oladi deb o'ylamang. Pensiya oshishi har bir insonda bir xil bo'lmaydi. Kimdadir 100 ming so'mga, kimdadir 200 ming so'mga, kimdadir undan kamroq yoki ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki pensiya miqdori ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, oldingi hisob-kitob, qo'shimcha ustamalar va boshqa omillarga bog'liq. Eng avvalo pensiya oshishi deganda 3 ta savolga javob topish kerak. Siz qaysi toifadansiz? Sizning pensiyangiz qaysi asosda tayinlangan? Siz ishlayapsizmi yoki ishlamayapsizmi? Birinchi toifa oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar. Masalan, erkak kishi belgilangan yoshga yetib pensiyaga chiqqan, ish staji yetarli, hozir ishlamaydi. Bunday fuqarolarga umumiy indeksatsiya taalluqli bo'ladi. Agar davlat tomonidan pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, uning pensiyasi ham belgilangan tartibda ko'tariladi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham oshirish bo'lishi mumkin, lekin hisoblash tartibi yoshga doir pensiyadan farq qiladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oiladagi nafaqa oluvchilar soni, marhumning ish staji, avvalgi daromadi va boshqa mezonlar ahamiyatli bo'ladi. Uchinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Bugungi mavzuning eng muhim qismi aynan shu. Ishlayotgan pensioner degani pensiya yoshiga chiqib pensiya olayotgan, lekin ayni paytda rasmiy ish joyida mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan fuqaro. Agar odam norasmiy ishlasa, ya'ni qo'lga pul olsa, rasmiy oylik ko'rsatilmasa, bu pensiya qayta hisobiga ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki pensiya tizimi hujjat, rasmiy ma'lumot, ish staji va daromad asosida ishlaydi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi Otabek aka 2002 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 2 million 100 ming so'm qilib tayinlangan. Lekin u maktabda qorovul bo'lib ishlashni davom ettirgan. Oyligi rasmiy ravishda 1 million 800 ming so'm bo'lgan. U har oy ish haqini rasmiy olgan, ish beruvchi tegishli ajratmalarni ko'rsatib borgan. Endi qayta hisoblash tartibi qo'llansa, Otabek akaning pensiyasiga uning pensiyadan keyingi ishlagan davri ham ma'lum darajada ta'sir qilishi mumkin. Natijada pensiya faqat umumiy oshirish hisobiga emas,
balki qayta hisoblash hisobiga ham o'sish ehtimoli bor. Yana bir misol. Gulchehra opa pensiyaga chiqqan, lekin tikuvchilik seksda norasmiy ishlagan. U har oy 2 million so'm atrofida pul olgan, lekin mehnat daftarchasida yoki elektron mehnat tizimida ish joyi ko'rsatilmagan. Oylik rasmiy o'tkazilmagan. Bunday holatda u men ham ishladim-ku deb aytishi mumkin, lekin pensiya jamg'armasi uchun asosiy narsa rasmiy hujjat. Shuning uchun norasmiy ishlagan davr pensiya qayta hisobga kiritilmasligi mumkin. Mana shu eng katta xatolardan biri. Menimcha, birinchi navbatda ishlayotgan pensionerlar o'z holatini tekshirishi kerak. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va ish joyingiz rasmiy bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ish stajingiz to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Chunki bugun ko'plab muammolar aynan hujjatdagi xatolardan chiqadi. Odam 10 yil ishlagan bo'ladi, lekin tizimda 7 yil ko'rinadi. Oyligi rasmiy bo'lgan. Lekin bir necha oy bo'shliq bor. Ish beruvchi buyruq chiqargan, lekin elektron bazaga kiritmagan. Ana shunday kichik nuqsonlar keyin pensiya hisobida katta farq keltirib chiqaradi. Ikkinchi navbatda pensiyaga yaqinlashayotganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, ayol kishi pensiya yoshiga 6 oy qolganda ish joyini o'zgartiryapti. Yangi ish joyi rasmiylashtirilmasa yoki oyligi vaqtida ko'rsatilmasa, bu keyingi pensiya hisobida noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishga yaqin paytda har bir hujjatni tartibga keltirish juda muhim. Uchinchi navbatda uzoq yillar turli tashkilotlarda ishlaganlar xavotir olishi kerak. Ayniqsa eski davrdagi korxonalar yopilgan, arxivga topshirilgan, nomi o'zgargan yoki birlashtirilgan bo'lsa, ish stajini tasdiqlash masalasi murakkablashadi. Bunday fuqarolar pensiya oshadi degan xabarni eshitib xursand bo'lishdan tashqari, o'z hujjatlari to'liqmi yoki yo'qmi, shuni tekshirib qo'yish kerak. Agar sizning pensiyangiz avvaldan to'g'ri tayinlangan bo'lsa, barcha ish stajingiz tizimda ko'rinib turgan bo'lsa, hozir ishlamayotgan bo'lsangiz va umumiy oshirish avtomatik qo'llansa, odatda alohida yugurib yurish shart bo'lmaydi. Pensiya oshirilganda ko'p hollarda to'lov avtomatik tarzda qayta hisoblanadi va karta yoki pochta orqali yangi miqdorda beriladi. Lekin men baribir bir narsani maslahat beraman. Menga tegishli emas deb befarq bo'lmang. Bir marta o'z pensiya miqdoringizni, tayinlash hujjatlarini, stajingizni, ustamalarni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Odam 5 yil davomida kamroq pensiya olib yurganini keyin bilib qoladi. Sababi bir davr stajga kiritilmagan, bir farzand parvarishi davri hisobga olinmagan yoki ish haqi bo'yicha ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Keling, sodda misollar bilan ko'rib chiqamiz. Faraz qilaylik, Rahim aka 2 million 500 ming so'm pensiya oladi. Agar umumiy oshirish natijasida uning pensiyasi masalan 10% ga ko'tarilsa, u 2 ming so'm qo'shimcha oladi va umumiy pensiya 2 million 770 ming so'm bo'ladi. Bu juda oddiy hisob. Endi boshqa holat. Nasiba opa 1 million 900 ming so'm pensiya oladi va shu bilan birga poliklinikada hamshira yordamchisi bo'lib ishlaydi. Pensiyaga chiqqanidan keyin 2 yil rasmiy ishlagan. Agar qayta hisoblashda uning keyingi ishlagan davri va rasmiy daromadi inobatga olinsa, uning pensiyasi avval umumiy oshirish hisobiga, keyin esa qayta hisoblash ta'sirida yana biroz ko'payishi mumkin. Natijada u faqat 90 ming so'm emas, balki 2.30 ming yoki 2.90 ming so'mgacha farq sezishi mumkin. Albatta aniq summa uning ish staji, oyligi va hujjatlariga bog'liq. Yana bir holat. Bahrom aka pensiyaga chiqqandan keyin xususiy firmada ishlagan. Firma unga pul bergan, lekin rasmiy oylik eng kam miqdorda ko'rsatilgan, qolganini naqd bergan. Bahrom aka aslida 1 million so'm olgan. Lekin hujjatda 20 million 200 ming so'm ko'ringan. Pensiya qayta hisobida esa og'zaki men ko'proq olardim degan gap emas. Rasmiy ko'rsatilgan daromad asos bo'ladi. Shuning uchun odamlar ish beruvchidan oylikni to'liq va rasmiy ko'rsatishni talab qilishi kerak. Bugungi kichik qulaylik ertaga pensiyada katta yo'qotishga aylanishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshishi har doim ham bir kunda hammaning kartasida ko'rinmasligi mumkin. To'lov grafiklari bor. Kimdir oy boshida oladi, kimdir oyning o'rtasida, kimdir pochta orqali oladi. Shuning uchun 1 avgust bo'ldi. Lekin pul hali tushmadi. Demak menga oshmabdi deb darhol xulosa qilmang. Avval to'lov kuningizni kuting. Ikkinchi jihat, qarzdorlik, aliment, ijro hujjatlari bo'lsa, pensiyadan ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 200 ming so'mga oshdi, lekin kartaga tushgan summa kutilganidan kamroq bo'ldi.
Buning sababi oshirilmaganda emas, balki ijro tartibida ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya bo'limidan tashqari majburiy ijro byurosi ma'lumotlarini ham tekshirish kerak. Uchinchi jihat, bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan yoki plastik karta rekvizitlari o'zgargan bo'lsa, pul tushish kechikishi mumkin. Ayniqsa keksalar bank kartasining amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Keyin pensiyam kelmadi deb xavotir bo'ladi. Aslida esa to'lov hisoblangan, faqat bank tomonidan muammo turgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi jihat, ishlayotgan pensionerlar uchun rasmiy mehnat shartnomasi juda muhim. Agar siz ish beruvchi bilan keyin rasmiylashtiramiz deb kelishib ishlayotgan bo'lsangiz, bu sizga zarar, chunki pensiya tizimida keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Ayniqsa xususiy sektor, savdo xizmat ko'rsatish, qurilish va fermer xo'jaliklarida norasmiy mehnat ko'p uchraydi. Men bunday fuqarolarga ochiq aytaman. Pensiya masalasida eng kuchli himoya, rasmiy hujjat. 5-jihat, pensiya miqdori oshganda ayrim ijtimoiy yordamlar. Kompensatsiyalar yoki subsidiya olish mezonlariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilaning umumiy daromadi hisoblanadigan dasturlarda pensiya ham daromad sifatida kiritiladi. Pensiya oshishi yaxshi xabar. Lekin ayrim oilalarda ijtimoiy mezonlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun subsidiya, moddiy yordam yoki boshqa to'lov olayotganlar daromad chegaralariga ham e'tibor bersin. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni aniqlang. Eski pensiyangiz qancha edi? Avgustdan keyin qancha bo'ldi? Farq qancha chiqdi? Buni yozib qo'ying. Karta orqali olsangiz, bank ilovasidan tushumni ko'ring. Pochta orqali olsangiz, kvitansiya yoki to'lov varaqasini saqlang. Og'zaki hisob bilan cheklanib qolmang. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qayta hisoblanganmi yoki yo'qmi so'rashingiz mumkin. Buning uchun pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tizimidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan ma'lumotnoma ham foydali bo'ladi. 3-qadam. Elektron mehnat daftarchangizni tekshiring. Buni My.Gov.uz orqali yoki ish beruvchi kadrlar bo'limi yordamida ko'rish mumkin. Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar, lavozim, tashkilot nomi, mehnat shartnomasi raqami to'g'ri kiritilganmi? Bular juda muhim. Agar xato bo'lsa, ish beruvchidan tuzatishni talab qiling. 4-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlarni tartibga keltiring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'lishi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasi ish stajini tasdiqlashda muhim hujjat hisoblanadi. Bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun pensiya masalasi chiqqandan keyin emas, oldindan harakat qilish kerak. 5-qadam, ariza yozish zarur bo'lsa, arizani aniq yozing. Unda mening pensiyamni 1 avgustdan kuchga kirgan oshirish va ishlayotgan pensioner sifatida keyingi mehnat faoliyatimni inobatga olgan holda qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman mazmunida yozish mumkin. Arizaga pasport nusxasi, pensiya hujjati, ish joyida ma'lumotnoma, mehnat staji bo'yicha hujjatlar ilova qilinadi. Albatta, har bir hududda talab qilinadigan hujjatlar biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun avval pensiya jamg'armasi bo'limidan ro'yxatni aniqlashtirib oling. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki sizga tushmaydi degan javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, unda sabab ko'rsatiladi. Qaysi staj hisobga olinmagan, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi norma asos bo'lgan. Keyin siz shu javob asosida yuqori tashkilotga yoki huquqiy maslahatga murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz pensioner bo'la turib ishlayotgan bo'lsangiz, men sizga alohida tavsiya beraman. Har oyligingiz rasmiy tushayotganini tekshiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomangiz nusxasini oling. Elektron mehnat tizimida ro'yxatdan o'tganingizni aniqlang. Aka, opa, xavotir olmang, hammasi joyida degan gapga ishonib qolmang. Hujjatni ko'ring, tizimda tekshiring. Masalan, siz 3 yil ishladingiz. Keyin qayta hisoblash uchun murojaat qildingiz. Agar shu 3 yilning faqat yili rasmiy ko'rinsa, qolgan 2 yil bo'yicha bahs boshlanadi. Siz ish berganingizni isbotlashga majbur bo'lasiz. Lekin oldindan har oy tekshirib borganingizda bunday muammo bo'lmaydi. Yana bir muhim narsa, pensiya yoshidagi odamlar ko'pincha ish beruvchiga yon bosadi. Meni ishga olgan ham katta gap, rasmiylashtirmasa ham mayli deyishadi. Lekin bu noto'g'ri. Siz mehnat qilyapsizmi? Demak, huquqingiz bor. Rasmiy ish joyi nafaqat bugungi oylik, balki ertangi pensiya, kasallik varaqasi, mehnat nizosi va boshqa ijtimoiy kafolatlar uchun ham muhim. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri odamlar pensiya oshishini eshitib
hech narsani tekshirmaydi. Davlat o'zi biladi deb o'tiradi. Ha, ko'p jarayonlar avtomatik bo'ladi. Lekin avtomatik tizim ham mavjud ma'lumotlarga tayanadi. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, natija ham noto'g'ri chiqishi mumkin. Ikkinchi xato qo'shnining pensiyasiga qarab o'zini solishtirish. Qo'shningiz dar 1000 so'm ko'proq oldi. Siz bittaqini 1000 so'm oldingiz. Bu darhol adolatsizlik degani emas. Uning staji boshqacha, oyligi boshqacha, ustamasi bor yoki pensiya turi boshqa bo'lishi mumkin. Solishtirishni qo'shni bilan emas, o'z hujjatingiz va hisob kitobingiz bilan qiling. Uchinchi xato norasmiy maslahatlarga ishonish. Falon odam aytdi. Hammaga bir xil qo'shilar ekan. Ariza bermasang bermas ekan. Ishlayotganlarga pensiya kamayar ekan. Kabi gaplar odamlarni chalg'itadi. Har bir ma'lumotni rasmiy manba orqali tekshiring. Pensiya jamg'armasi, mypitkokup.uz, tuman bo'limi yoki qonunchilik hujjatlari orqali. 4-xato hujjatlarni yo'qotish. Eski mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv hujjati, sud qarori, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Bularning hammasi pensiya masalasida kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, eski ish stajini yangi hujjatlar bilan bog'lash uchun nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Xulosa qilib aytaman, 1 avgustdan pensiya oshishi haqidagi yangilik ko'pchilik uchun ijobiy. Lekin eng muhim masala bu oshirish sizga qanday ta'sir qilishini to'g'ri tushunish. Ishlamaydigan pensionerlar umumiy oshirishni kutadi. Ishlayotgan pensionerlar esa rasmiy mehnat faoliyati. Ish staji va daromadlari to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Pensiyaga yaqinlashayotganlar esa hozirdan hujjatlarini tartibga keltirsa, keyin ovoragarchilik kamayadi. Mening sizga asosiy maslahatim, pensiya masalasida befarq bo'lmang. Hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har bir so'm sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga keladi. Shuning uchun o'z huquqingizni bilish va talab qilish uyat emas. Aksincha zarur. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Pensiyangiz oshdimi? Qayta hisoblash bo'yicha murojaat qildingizmi? Ish joyingiz rasmiy ko'rinib turibdimi? Boshqa yurtdoshlarimiz ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot bir insonning pensiyasini to'g'ri hisoblatishiga, bir oilaning daromadi oshishiga sabab bo'lishi mumkin.